Jannat makon yurtimizning tabiati betakror, o'simlik dunyosi boy. Bunda har bir daraxtning o'ziga xos xislati, xosiyati bor. Deylik, xalqimiz chinorni umrboqiy daraxt deb biladi. Yurtimizning turli joylarida ming yillik chinorlar bor. Ular nodir tarixiy yodgorlik. Masalan, Surxondaryoning Sayrob qishlog'idagi ko'hna chinor ichida bir vaqtlar maktab bo'lgan. Mamlakatimiz tarixida archa daraxtining bir qancha turlari uchraydi. Tog'larda mahalliy aholi cho'ponarcha deb ataydigan har bir archa bir quduq qiymatiga teng, qishda qorni, yozda namlikni saqlaydi. Bunday archalar juda nodir bo'lib, nihoyatda qadrlanadi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida Tatum tuz daraxti o'sadi. Mahalliy aholi tuz daraxti deb ataydigan tabiatning bu ne'mati ajabtovur xislatga ega. Uning mevasini bemalol oziq-ovqatga tuz o'rnida ishlatish mumkin. Dunyoning hech bir joyida uchramaydigan bu tuz daraxti mamlakatimizning boshqa biror hududida o'smasligi kishini lol qoldiradi. Tug'dona daraxti haqida eshitganmisiz? Tug', yalov, bayroq, dona esa daraxt ma'nosini bildiradi. Lekin nima uchun tug'dona, ya'ni bayroq daraxt deb nomlanishi ko'pchiligimizga noma'lum. Rivoyat qilishlaricha, tog' qo'ynida joylashgan mamlakatlarning biriga yov yurish qilibdi. Xabarchilar barcha qishloq ovullarni xatardan ogoh etib jangga chorlaydi. Odamlar shu atrofda o'sadigan daraxtlardan kaltak va cho'qmor yasab, vatan uchun hayot-mamot jangiga kiradi. Hatto qariyalar va yosh bolalar ham qo'llarida daraxt novdalarini bayroq kabi boshlar uzra baland ko'tarib hayqirganlaricha jangchilarga madad berishadi.